Bo'yanishni bilmaydigan qiz tonalini oldin yuziga shunday quyib oladi. Yana yetmagandek quruq sponjik bilan uni ishqalaydi. Bo'yanishni biladigan qiz oldin yuziga namlantiruvchi toner surib oladi. Yuziga dog' tushib ketmasligi uchun SPF ga surib oladi. Bo'yanishni biladigan qiz oldin yuzini tayyorlab oladi. Bo'yanishni biladigan qiz tonalini oldin qo'liga qilib, uni kistichkaga olib, oldin kistichka bilan surib oladi. Namlantirib tayyorlangan sponjik bilan ohistalik bilan urib chiqadi. Bo'yanishni bilmaydigan qiz tenni oldin kistichkaga olib, ko'ziga tenni shunday surib oladi. Bo'yanishni biladigan qiz oldin ko'zini konsiler bilan surib tayyorlab oladi. Tenni oldin kistichkaga olib, keyin uni qoqib tashlab, ko'ziga rastashavoyt qilib oladi. Bo'yanishni bilmaydigan qiz bronzerni oldin yuziga shunday surib oladi. Bronzer yuzida dog' bo'lib qolishi uchun kistichka bilan ishqalab oladi. Bo'yanishni biladigan qiz oldin bronzerni qo'liga surib oladi. Bronzerni oldin qo'lida tayyorlab oladi, keyin esa kistichkada rastashavoyt qilib oladi. Bo'yanishni bilmaydigan qiz rumyanani yuziga shunday surib oladi. Kistichka bilan rastashavoyt qilib oladi. Bo'yanishni biladigan qiz rumyanani oldin qo'liga surib oladi, keyin esa rumyanani rastashavoyt qilib oladi. Bo'yanishni bilmaydigan, lekin bo'yanishni o'rganmoqchi bo'lgan o'rtog'ingizga bu videoni yuborib qo'ying. Bo'yanish sirlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'ying.